Osmondan tushdimi? Yo'q. Bu Dongfeng Sky EV01. U benzin emas, vaqtni yoqadi. 807 soniyada 100 ga chiqadi. Bugungi obzorimizni boshladik. Boshqalar sarflayotganda u tejaydi. Sky EV01 raqiblarga nisbatan har 100 km uchun 1 kWh kamroq iste'mol qiladi. Ichkarisida oq tikuli qora ekocharm, markaziy ekran ham haydovchiga qaratilgan, xuddi boshqaruv markazi. Torpedka Lamborghini uslubida ishlangan, ortiqcha hech narsa yo'q, hammasi o'z joyida. Batareya yachekalari 1 daqiqada 80 darajaga soviydi. Xavfsizlik bu yerda tanlov emas, bu Sky standarti. 358 litrlik yukxona, 445 km masofa zaxirasi, termometrda minusmi? Muhim emas. Issiqlik nasosi qishda ham 30% qo'shadi. 163 ot kuchi, osmon elektr qudrati, Dongfeng Sky EV01, osmon aslida ancha yaqin. Test drive'ga yoziling. Batafsil ma'lumot izohlarda, keyingi obzorda ko'rishguncha.